Ishimizni boshida avvalambor birinchi bo'lib muskular mushaklarni bo'shashtirib olishdan boshlaymiz. Ya'ni masaj qilamiz, to'shishni masaj qilib, masajlarimiz kiyim ustidan bo'ladi, yog'lab emas. Birinchi bo'yin va yelka sohalarini bo'shashtirib olishdan boshlaymiz. Hozir bo'yin sohasini bo'shashtirishamiz. Masajlarni qilyapmiz. Sohalarda qotish juda ham kuchli bo'ladi. Ayniqsa bosh og'rig'i, bo'yin yelka og'riqlari shuning uchun ham juda ham ko'payib ketgan hozirgi kunda. Kam harakat bo'lganligi uchun kun davomida kompyuterda yoki kun davomida rulda o'tiradigan odamlarda shuning uchun ham bosh og'rig'i, bel og'rig'i, bo'yin og'riqlari juda ham ko'p bo'ladi. Agarda bo'shashtirmasdan qiladigan bo'lsak muolajalarimizni salbiy oqibatlariga olib kelmasa-da, lekin mijozga birozgina noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni qotgan holatlarida ozgina boshida og'ruvlar bo'lishi mumkin. Sirasi bosh og'riq qo'yib Miyaga qon aylanishi va kislorod yetib borishi yaxshilashadi bu holatda. Endi yelka bo'g'imlarini ochishni boshlaymiz. Bosh orqaga. O'rniga. Qo'l boshga. Endi navbatda bel sohasini ochamiz va poзвоночникni cho'zamiz. Bu holatda bemor nafas olishiga ham juda katta e'tibor beriladi. Bel ochiladi. Katta bo'lsa poзвоночникni cho'zib chiqadi. Bu yerda siqilishi, qon yaxshi aylanmayotgan joylar bo'lsa, modda almashinuv buzilishi bo'lgan bo'lsa, juda ham katta yordam beradi. Nafas oling. Mana bu bemorimizda meditsinskiy tilda kifoz, ya'ni bukurlik. Ko'rasizmi, garbatiy mozga o'xshab orqa chiqib turibdi. Bu juda ham ko'p o'tiradigan va bo'yi uzun odamlarda uchraydigan holat. Chunki gaplashayotgan paytida egilibroq yuradi, yurayotganda ham egilib yuradi. Ko'p o'tirib ishlaydigan odamlar egilib kompyuterga cho'kka tushib olib, o'tirib o'shani hisobiga ham shunaqangi holat juda ham ko'paygan. Ayniqsa yoshlarimizdan o'rtasida. Kun davomida 5-6 soatlab telefon o'ynab, kompyuter o'ynab, shu holatga kelib qolishadi. Bismillah. Bu holatda poзвоночник ikkita yonidagi asosiy muskullarni bo'shashtirib chiqamiz. Endi navbatda hozirgi tepaga cho'zib chiqqan kishidan endi yon tarafga surgan holatda bo'shashtirib chiqamiz. Muomala joylarida juda ham qattiq bo'ladi, og'ruvli bo'ladi. Shu joylariga yaxshilab ishlov berish kerak bo'ladi. Bu bemorimizda mana yelka sohalarida kifoz kasalliklar boshlanayotgani uchun og'ruvlari kuchli bo'lyapti. O'zini qanchalik bo'sh qo'yib yotsa, muolajalarimiz ta'siri juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin ba'zi bir xil odamlar tonus kuchli bo'lganini hisobiga ham o'zlarini bo'sh qo'ya olmaydi, og'ruvlari 2 baravarga ko'p bo'ladi.
Endi lapatkani orasini bo'shashtirib chiqamiz. Bu yerda ko'pincha triggerning tochkalari bo'lishi mumkin. Triggerning tochkalari sovuqni juda ham sezuvchan bo'lib qoladi va konditsionerda, yozgi kunida, qish kunida yelkasi ozgina ochilib qolsa ham sovuqni juda ham yaxshi sezadigan bo'lib qolib qiynalishadi. Endigi holatda, bemorning yotqizilgan holatda birinchi o'rinda taz to'g'ri va noto'g'riligini o'lchashimiz. Ba'zi bir holatlarda taz sohasida travma bo'lgan hisobida oyoqda qiyshuvlik bo'ladi yokida muskuli shamollash bo'lib yoki odam bemor напряженный holatda bo'ladigan bo'lsa, tazlarda o'ynash holatlari bo'ladi. Uzun kaltaligi. Birinchi o'rinda shu narsani o'lchaymiz. Bu bemorimizda hammasi yaxshi. Keyingi protsessni amalga oshiraveramiz. Ba'zi bir qilli tozi qiyshuv ekan deb o'zini yo'llari bor. Misol uchun ba'zi bir holatlarda mijoz orqasi bemorni tortib turib mashina qilgan holatda to'g'rilashadi. Avvalambor birinchi o'rinda muskullarni bo'shashtirish kerak. Keyin undan keyin yana bir marta o'lchash kerak. Muskullar ham ba'zi bir holat tortishib ketgan holatlarda tazda ham o'ynashlar bo'ladi. Agar o'sha paytida agar muskul bo'shashtirmasa tozni to'g'rilasa to'g'ri bo'ladi, lekin u narsa yana joyiga qaytib qoladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin. O'shaning uchun birinchi bo'lib muskullarni bo'shashtirish kerak va keyin tozni to'g'ri va noto'g'riligini o'lchash kerak. Bu qilinayotgan tochkalarimiz ichki organlarni yaxshilashtiradi. Gemoroiddan aziyat chekayotgan bemorlarimizga juda ham yaxshi foyda beradi va ayollarda bo'ladigan bo'lsa, CD ushlab tura olmaslik kasalligiga foyda beradi. Erkaklarda bo'ladigan bo'lsa, jinsiy quvvatni oshiradi. Ya'ni nerv bo'shashtirib bo'lgandan keyin oyoqdagi mayda kapillar qon tomir limfalarni yurg'izish uchun sidirib chiqamiz. Bunda faqat kaftning o'zida qilinadi. Ba'zi bir xilimiz silab chiqayotganga o'xshaydi. Yo'q. Kaft bilan itarilsa bosim bo'lib, qon aylanishi yaxshilashadi. Oyoq ham ikkinchi yurak hisoblanadi aslida. Qon shuning uchun ham juda ham ko'pchilik tavsiya beriladi. Peshkom yur, piyoda yur, ko'proq harakat qil. Bu bekorga emas. Qon aylanishini yaxshilashtirib berish uchun ikkinchi anaqa oyoq hisoblanadi. O'shalar bo'shashtirib chiqariladi. Ayniqsa shu joyda juda ham ko'pchilik bee'tibor bo'lib o'tib ketadi. Bu joyda o'ziga ba'zi bir odamlarda muskullar tugunga o'xshab, bezga o'xshab qotib qolgan bo'ladi. O'sha narsani bo'shashtirmasa, o'zidagi diskomfort massaj qilib bo'shashtirgan bilan diskomfortlik ketmaydi. Mana mashinaga e'tibor berib, yaxshilab massaj qilib chiqish kerak bo'ladi. Va asosiy sizlarning nerv va muskullarni bo'shashtirish jarayoni bu. Muammoli joylar topiladi va shu joyga juda ham ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Shu teganimizda o'zida ochilib ketdi. Bunga sabab muskullarni bo'shashtirib chiqqandan keyin anchagina odam o'zini bo'shashib, yengil bo'ladi. O'shani hisobiga ham teganni o'zi ochilib ketadi va qolganini ochamiz. Endigi holatda taz qismini ochamiz. Bunday holatda taz qismini ochganimizda birinchi bo'lib qon aylanishi yaxshilashadi, ikkinchi o'rinda modda almashinuvi yaxshilashadi. Ba'zi bir odamlarda bu taz qismida ochilmasligi bo'lishi mumkin. Bu qanday odamlarda? Bu ko'ksartroz, astifizik nefroz kasalliklari bilan rivojlangan astifizik nekroz kasalligi bilan og'rigan bemorlarda kuzatilishi bor. Va qanday odamlarga mumkin emas? Misol uchun ko'ksartroz bo'lib, endi protez qo'ydirgan odamlar bo'lsa, bu muolaja amalga oshirilmaydi. Birinchi bo'lib, babichka oyoqni ochamiz. Tazda qon aylanishini yaxshilashtirib beradi.
va pastga qarab cho'zamiz. Bu holatda esa poзвоночникni ochamiz. Nafas olib chiqaramiz. Bu yumexoterapiya bosh og'rig'i, bel og'rig'i, oyoqdagi og'riq, bo'g'im muskulada og'riqlarga juda ham katta yordam beradi. Ayniqsa hozirgi kunda juda ham ko'p rivojlangan grija, osteoxondroz kasalliklariga juda ham katta foydasi beradi.